O'sha sizlar kutgan skidkamizni e'lon qilamiz. Ulgurib qoling va albatta bu videoni barcha tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Faqatgina 5 kungina 27-sentyabrdan 1-oktyabrgacha bo'lib o'tadi. Ikkala filialimizga ham kelaverasizlar. 10 parchali pakrival naborlarni $90 qilib qo'ydim. Qizimiz sarpasiga olaman deganlar, bitta like bosib qo'yinglar. Endi men modelimizni qaranglar. 9 parchali Irinoxon firmasining pakrival naborlarini $65 dan skidkada ulgurib olinglar. Mashq ko'rib turgan hamma xalatlaringlar ikkitalik set naborlarni $57 dan Qarachan firmasiniki. Korobkasini ko'ryapsizmi? Salobatini kattagina bo'lgan korobkada pakrival naborimizni $35 dan qo'ydik, ulgurib olinglar. Vaqtida $55-60 sotilgan pakrivalimiz $35 dan. Kristal brendidan shunaqangi rangli pletli naborlarimizni $35 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Bunaqa narx umuman bo'lmagan. Bu firmani bilmaydiganlar bo'lmasa kerak. 1 kishilik, 2 kishilik farqi yo'q. Xohlaganingizcha obrasizlar $28 dan ulgurib olinglar. Obyomi ko'ryapsizlarmi? Bu joyiga bitta like bosib qo'yinglar. Mana shu ko'rib turgan pastelli naborlaringlarni $45 ga qo'ydik. Matosi super satin sifatini buni ishlatganlar biladi. Original cotton boxga yuvib yillar davomida ishlatasizlar. Xohlasangiz gulli modellar, xohlasangiz gastinli modellarimiz. Viber juda katta, kelaverasizlar. Maryamxon har doim mijozlarni o'ylab, mana shu ko'rib turgan pletlaringlarni 5 kungagina ulgurib olinglar. 120 ming so'mdan. Mana men modellarini 90 ming so'mdan olsanglar bo'ladi. Har birini o'zini podarishni sumkasi bilan. Men modelimizda eng mashhur barashka modelimizni 150 ming qo'ydik. Bunimizni qaranglar, sifatini ikki yoq tarafini ishlatasizlar. Berganingizda ham olgan odam duo qilib, maza qilib ishlatadigan pletlarni ulgurib oling. Kitkalarimiz ikkala filiallarimizda bo'lib o'tadi. Ulgurib olinglar, barchalarni Maryamxon do'konlarida kutib qolamiz.